Afshona Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida muhim ma'naviy, ma'rifiy hamda ilmiy tadbirlar tashkil etildi. Unda zamonaviy talablar asosida ta'lim dasturlari bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazildi. Tadbir doirasida turli fanlardan ochiq darslar o'tkazilib, unda o'qituvchilar tomonidan zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida mashg'ulotlar tashkil etildi. Ochiq darslar jarayonida talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini amaliy topshiriqlar orqali namoyon etdilar. Texnikumda zamonaviy ta'lim talablari asosida Person Bitek dasturi yo'nalishi tashkil etilgan bo'lib, mazkur yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar uchun navbatdagi amaliy nazariy mashg'ulot o'tkazildi. Dars davomida talabalar sohaga oid zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallash, nazariy bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Mazkur dastur xalqaro ta'lim standartlariga mos ravishda ishlab chiqilgan bo'lib, talabalarni mehnat bozoriga tayyorlash, ularning kasbiy salohiyatini oshirish hamda zamonaviy mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Hamshiralik ishi fanidan qon aylanish sistemasini baholash mavzusida ham ochiq dars bo'lib o'tdi. Mazkur dars bo'lajak hamshiralar uchun nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga qaratilganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Ta'lim muassasasida xirurgiya fanidan desmurgiya va bog'lam turlari mavzusida amaliy mashg'ulot ham tashkil etildi. Mashg'ulot davomida talabalar jarrohlik amaliyotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan bog'lam qo'yish usullarini nazariy va amaliy jihatdan o'rgandilar. Mashg'ulot interaktiv tarzda tashkil etilib, talabalar bir-birlarida va maxsus mulyajlarda amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashdi. O'qituvchi tomonidan har bir bog'lam turi bosqichma-bosqich ko'rsatib berildi hamda talabalarning bajarish texnikasi individual tarzda baholandi. Texnikumda bo'lib o'tgan kompleks tadbirlarning yana bir muhim jihati shundaki, tibbiyotda ilmiy challenge tashkil etildi. Talabalar juda faol qatnashdi. Ular nafaqat tinglovchi, balki ma'ruzachi sifatida ham ishtirok etishdi. Bu esa ularda o'ziga ishonch va kasbiy mas'uliyatni yanada mustahkamladi. Seminar davomida dolzarb tibbiy mavzular keng yoritildi. Tadbir so'ngida talabalar eng zukko talaba, eng mohir hamshira, eng bilimdon farmatsevt kabi nominatsiyalar bo'yicha taqdirlandilar.